Yuhanno 6-bob. Shundan keyin Iso qayiqda Jalila ko'lining narigi qirg'og'iga suzib o'tdi. Jalila ko'lini Tiberiyas ko'li deb ham atashardi. Bir talay xaloyiq Isoning orqasidan ergashib borardi. Chunki Iso mo'jizali alomatlar orqali xastalarni sog'aytirganini ular ko'rgan edilar. U shogirdlari bilan toqqa chiqib o'tirdi. Yahudiylarning Fisq bayrami yaqinlashayotgan edi. Iso qarasa, bir talay xaloyiq u tomonga kelayotgan ekan. Iso Filipdan: "Bu odamlarni to'yxazish uchun qayerdan non sotib olamiz?" deb so'radi. Iso bu gapni Filipni sinab ko'rish uchun aytayotgan edi. Aslida nima qilishni o'zi bilar edi. Filip shunday javob berdi: "Bularning har biriga bir burda non berish uchun 200 kumush tangaga non sotib olsak ham yetmaydi." Shunda shogirdlaridan biri, Butrusning ukasi Endrus, Isoga dedi: "Bu yerdagi bir bolada 5 ta arpa non bilan 2 ta baliq bor ekan. Lekin shuncha odamga bu nima ham bo'lar edi?" "Odamlarni yerga o'tkazinglar", dedi Iso. U yer qalin maysazor edi. Odamlarning hammasi yerga o'tirishdi. Olomon orasida taxminan 5000 ga yaqin erkak bor edi. Iso nonlarni olib, shukrona duosini o'qidi. So'ng o'tirganlarning hammasiga tarqatdi. Baliqlarni ham xuddi shunday qildi. Odamlar istaganlaricha yedilar. Hammalari yeb to'yganlaridan keyin Iso shogirdlariga shunday dedi: "Ortib qolgan non burdalarini yig'ib olinglar. Isrof bo'lmasin." Shogirdlar yeyilgan 5 ta arpa nondan ortib qolgan burdalarni yig'ib olishdi. 12 ta savat to'ldi. Shunda odamlar Isoning qilgan mo'jizali alomatini ko'rib, Haqiqatan ham dunyoga kelish kerak bo'lgan payg'ambar mana shu kishi ekan, dedilar. Ular Isoni zo'rlik bilan shoh qilib ko'tarmoqchi bo'ldilar. Buni bilgan Iso yolg'iz o'zi toqqa chiqib ketdi. Kechki payt Isoning shogirdlari ko'l bo'yiga bordilar. Qorong'i tushgan, Iso esa hali ham ularning oldiga kelmagan edi. Shogirdlar qayiqqa tushib, ko'lning narigi tomonidagi Kafarnahumga qarab yo'l oldilar. Kuchli shamol esib, ko'l to'lqinlanib ketayotgan edi. Ular qirg'oqdan 5 chaqrimcha masofani suzganlardan keyin ko'l yuzida yurib kelayotgan Isoni ko'rishdi. U qayiqqa yaqinlashayotgan edi, shogirdlar qattiq vahimaga tushishdi. "Qo'rqmanglar, bu menman", dedi ularga Iso. Ular Isoni qayiqqa olmoqchi bo'ldilar. O'sha zahoti qayiq ular borayotgan qirg'oqqa yetib to'xtadi. Ertasi kuni xalq Isoni qidira boshladi. Odamlar u yerda faqat bir qayiq borligini va shogirdlar Isoni qoldirib o'zlari qayiqda suzib ketganlarini bilishardi. Shu payt Tiberiyasdan boshqa qayiqlar kelib qoldi. Qayiqlar to'xtagan joy Rabbimiz Iso o'z shukrona duosini o'qigan va xalq non yegan yerga yaqin edi. Odamlar Iso bilan shogirdlarning u yerda yo'qligini ko'rgach, qayiqlarga tushib, Isoni qidirib Kafarnahumga suzib kelishdi. Ular Isoni ko'lning narigi bo'yidan topib, undan so'rashdi: "Ustoz, siz qachon bu yerga keldingiz?" Iso ularga shunday javob berdi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mo'jizali alomatlarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar. Siz o'tkinchi ozuqa uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy ozuqa uchun harakat qilinglar. Bunday ozuqani sizlarga inson o'g'li beradi. Zotan otamiz Xudoning o'zi bu vazifa uchun uni ma'qul deb topdi." Odamlar Isoga shunday savol berishdi: Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak? Iso dedi: Xudoga ma'qul ish qilmoqchi bo'lsangizlar, Xudo yuborgan zotga ishoninglar. Ular Isoga javoban shunday dedilar: "Sizga ishonishimiz uchun birorta alomat ko'rsating. Qani,
biz uchun nima ish qilasiz? Axir ota-bobolarimiz sahroda manna yeganlar. Muqaddas bitiklarda Xudo ularga yesin deb osmondan non berdi deb yozilgan-ku. Iso ularga dedi: Sizlarga chinini aytayin. Sizlarga osmondan non bergan Muso emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi. Otam Xudo beradigan non osmondan tushib dunyoga hayot baxsh etadi. Odamlar Isoga shunday dedilar: Hazrat, bunday nonni bizga doim berib turing. Iso javoban dedi: Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmaydi. Menga ishongan odam hech qachon chanqimaydi. Ammo men sizlarga aytganimday, sizlar meni ko'rgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Samoviy otam menga bergan har bir odam mening oldimga keladi. Oldimga kelgan bironta odamni men aslo haydab yubormayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Otamning irodasi shundan iboratki, u menga berganlardan birontasining ham yo'qolishiga men yo'l qo'ymasligim kerak. Balki oxiratda ularning hammasini tiriltirishim kerak. Ha, o'g'ilga ko'z tikkan va unga ishongan har bir odam abadiy hayotga ega bo'lishi otamning irodasidir. Men bunday odamlarni oxiratda tiriltiraman. Iso men osmondan tushgan nonman degani uchun yahudiylar undan norozi bo'la boshlashdi. Ular o'zaro shunday deb aytishardi: Bu Yusufning o'g'li Iso-ku. Ota-onasini taniymiz. Qanday qilib men osmondan tushdim deb aytishga haddi sig'di? Bunday gaplaringizni bas qilinglar, dedi ularga Iso. Agar meni yuborgan ota birovni jalb qilmasa, u menga kela olmaydi. Oldimga kelgan odamni esa men oxiratda tiriltiraman. Payg'ambarlar bitiklarida ularning hammasiga Xudo ta'lim beradi deb yozilgan. Otaga quloq solgan, undan o'rgangan har bir odam mening oldimga keladi. Aslida hech kim hech qachon samoviy otani ko'rgan emas. Birgina Xudodan bo'lgan zot otani ko'rgan. Sizlarga chinini aytaman. Kim menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men hayot noniman. Ota-bobolaringiz sahroda manna yegandilar. Shunga qaramay o'lib ketdilar. Ammo osmondan tushadigan bu non esa shunday xislatga egaki, undan yegan odam o'lmaydi. Men osmondan tushgan hayot baxsh nondirman. Bu nonni yegan kishi abadiy yashaydi. Dunyoga hayot baxshida etish uchun beradigan nonim mening tanamdir. Shunda yahudiylar: U qanday qilib bizga o'zining tanasini yedira olar ekan? deb o'zaro talashib tortisha boshladilar. Iso ularga dedi: Sizlarga chinini aytaman. Agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uning qonini ichmasangizlar, sizda hayot bo'lmaydi. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odam esa abadiy hayotga egadir. Men uni oxiratda tiriltiraman. Mening tanam haqiqiy ozuqa, qonim haqiqiy ichimlikdir. Tanamni yeb, qonimni ichadigan odam menda, men esa unda yashayman. Modomiki meni barhayot ota yuborgan ekan, men ota tufayli yashayman. Mening tanamni yegan har bir odam esa men tufayli yashaydi. Osmondan tushgan non mana shudir. Bu non ota-bobolaringiz yegan mannaga o'xshamaydi. Ular manna yeb o'lib ketganlar. Men bergan nonni yegan odam esa abadiy yashaydi. Iso bu so'zlarni Kafarnahumdagi sinagogada ta'lim berayotganda aytgan edi. Uning ko'plab shogirdlari bu gaplarni eshitib, Qanchalik qattiq so'zlar. Bularni kim hazm qila oladi? deyishar edi. Shogirdlari norozi bo'lganlarini Iso bilardi.
Shuning uchun u shunday dedi: Gaplarim jig'ingizga tegyaptimi? Agar sizlar inson o'g'lining asli kelgan joyiga, osmonga ko'tarilib ketayotganini ko'rsangizlar, nima der ekansizlar, a? Xudoning ruhi hayot baxsh etadi. Insonning kuchi bilan esa hech narsaga erishib bo'lmaydi. Sizlarga aytgan bu so'zlarimni menga Xudoning ruhi bergan. Bu so'zlarim sizlarga hayot ato qiladi. Shunga qaramay, orangizda menga ishonmaganlar bor. Holbuki Iso kimlar ishonmaganini va kim unga xiyonat qilishini oldindan bilar edi. Iso gapida davom etdi: Shu sababdan men sizlarga osmondagi otam yo'l qo'ymasa, hech kim mening oldimga kelolmaydi degan edim. O'sha vaqtdan boshlab ko'p shogirdlar Isodan yuz o'girib, unga ergashmaydigan bo'ldilar. Shunda Iso 12 shogirdidan: Sizlar ham ketmoqchimisizlar? deb so'radi. Butrus shunday javob berdi: Hazrat, biz sizdan boshqa kimga ham borar edik? Abadiy hayot baxsh etuvchi so'zlar sizda-ku. Siz Xudoning azizi ekaningizga ishonchimiz komil. Iso ularga dedi: Men 12 tangizni tanlab oldim. Lekin orangizdagi bittangiz iblisdir. U Shimon o'g'li Yahudo Ishqariyotni nazarda tutgan edi. Yahudo 12 shogirddan biri bo'lsa ham, keyinchalik Isoga xiyonat qildi.